mu bultur dan başlanğan Xitay hökumətinin Uyğur elidəki qattiq siyasətləri davamında yüz berib atqan vəqəliklər, bunun ziyankeşlik uçrab atqan Uyğurlarning hekayələrini anlatıp kelib atqan edik. Bizning ailemizmi, bizning xizmətlərimiz səbəblik Xitay hökumətinin tutquniga, besimiga, qo'pol muomalasiga, hatto tan jazolarga uchrab atdi. Xitoy soqchilari shu vaqtda bizning uydagilarni kelib qattiq avara qilishga boshladi. Boshlab dastlab akam bilan ko'rishib, ukangizda nima ish qiladi, qanday xizmat qilyapti, sizlarga qachon telefon qiladi, telefonda nimalarni dedi degandek shundoq avarchilikni qilgan. Akam bilan ko'rish jarayonida u menga aniq demismi, lekin uning ro'yxatdan qisilayotganligi, nayt qiyinchilikcha turayotganligini his qildim. O'tgan yil 5-oyda biz anglasam, bu kichik inimni shu saqchi o'rinlar olib ketibdi deb shuni deb angladik. Nima bo'pti deb so'rasak, bu milliy o'chmanlikka qudratli qilgan deb bir ayblanibdi. Mening inam bu yerda bu bir do'kon ochdi. Bu do'konda faqat bu kitob sotadi yoki shu yerlik kishilarga bu xat bosadi. Mening bilishimcha, uning bir milliy o'chmanlikka qudratli hech qanday bir sharoiti yo'q. 2016-yil 5-oyda mening ishga inimni tutib ketilganligini uqdim. Ular tutib ketilib 4 oydan keyin menga xabar keldi-da. Bu xabarni shu Amerikaga kelgan biraylan elib keldi. Ishga inimni birisini Qashqardan, birisini Urumchidan akitibdi 5-oyda deb. Shundan keyin men bular haqida ba'zi uchurlarni ilishtirishdim, ammo vaqt dadam hayotda. Dadamni bir narsa deb bermadi, onamni bir narsa deb bermadi-da. Bultu 9-oyda akam bilan inimni, kichik inimni kirib ketgan. Onun oldida o'ttiranchi inim 5 yillik kesilgan. Akam bilan inim o'ttiranchi inim kesilgan chaqda shu ahvolni menga bildirganlik uchun tutqun qilinib, ular 1 yil qamoqxonada yotgan. Kesib etmoqchi bo'lgan, angacha Amerika hukumatining aralashishi bilan qo'yib berilgan. Qo'yib berilgan chaqda birisi 1 yillik, birisi 1,5 yillik kesilib, jazo muddatini sirtda ijro qilish uchun qo'yib berilgan. Men yaqinqi kunlarda texi boshqa kanallar orqali shu bizning oiladan 16 kishininki tutilganligini, ham tarbiyalash markaziga elib ketilganligini uqdim. Faqat tarbiyalash markazi dedi, ammo bularning ichida kesilganlarning bor yo'qligini texi bilmayman. O'tgan yili 10-oyga kelganda biz shu yerdagi boshqa bir urug' tuqqanlarning vasitasi orqali mening akamning tutilib, Qumuldagi bir yig'ib olish lageriga qamalganligi, ham bu yerda siyosiy o'rganish qilganligi haqida xabar topshirib oldik. Chunki akam uzun mezgil ma'rif xizmati bilan shug'ullangan bir ma'rifchi edi, bir maktab mudirimi edi. Shunga bu besim bevosita mening akamga kelgan. Ham dadam ilgari vafot bo'lib ketgachga, apam uyda kasalman bo'lg'achqa, bular cho'ng akamni nuqta qilgan ekanamdi. Mening oilamga kelsak, oilam bu yil, ya'ni 2018-yili 2-oyning 1-kunidan boshlab apam, dadam, yana 20 necha urug' tuqqanlarimning Xitoy hukumati tarafidan bir kechida, ya'ni 2-oyning 1-kuni G'ulja va Urumchidan tarbiyalash markazlari va turmalarga elib ketganligi haqida uchur oldim. Shu vaqtning o'zida dadam doktorxonada davolanayotgan edi. Apam yengilatiqi butun operatsiya qilganligi sababidan doktorxonadan uyga chiqib aram olayotgan edi. Mushundaq kasal holatdagi insonlarga qilcha rahim qilmay turib Xitoy doiralarining bularni nega ilib ketganligi haqida hech qanday uchur olamadim. Uning oldida inim Qaysar, birdan bir qarindishim Qaysar Abduqayim, ya'ni 9-oyning 28-kuni Xitoy soqchilari tarafidan men sababli ilib ketilgandan buyon hozirgacha xabar yo'q edi. Bizning keyin anglag'imiz faqat shunda 2 oy o'tgandan keyin shu yerdagi sud mahkamasi inimga 6 yillik qamoq hukm qilibdi. Shu vaqtda bizning uydagilar bu sud mahkamasiga berib inim bilan ko'rishganda, men bularni qanday ekan deb so'rasam, u nayt o'riqlab bir teri bir ustagan bo'lib qopti deb shunda dedi. Demak, endi 2 oyning ichida shunda bo'lib qolgan bo'lsa, endi 6 yildan keyin bu yerdan saq chiqamdi, chiqmamdi, biz buni bilmaymiz. Yana bir enim Urumchida, u Urumchilik enimni 5-oyninki oxirlari akitibgan. Shu 5-oyning 20-yillari bo'lsa kerak. U Abduqodir Juman. Bu enim bu 2-qatim turmaga kirishi, u enim
2009 yılı 5. yıl vakasından keyin turma kirgen 3 aydan keyin 4 aydan keyin koyup berilgen ama cinayet atılmagan. Bu da onun ikinci kıtım kirişi. O şu 5 ayın yağı Ürümçilik'e birinci tutup duruş merkezde. O ergiz muhalikadek Xitayla hazır davatkandak yığılış merkezi emas endi. O asasen türmen birinci meçmen demiş ornu. O inimni bazı dostlar yoklap kep demiş. Kimler yoklap kelgenini bilmeyman ama 15-6 ayını aldı dik gep hazır kelgiç bir uçur kelmedi. Mening singlimning yo'ldishine kirib ketdi. Endi yaqinqi yanıqışımda akamning 2 balasini, 2 o'g'lini kirib ketdi. Eng yaqinda hatta biz bu ahvolni xabar qilib bildirgandan keyin 2 inimning ayolini kirib ketdi. Shunda olganda jami 7 kishi hozir tarbiyalash, 6 kishi tarbiyalash markazida, birisi turmada. O'tgan yili 5 ayning oxirlari shu yerdagi saqchi o'rinlari bizning uyga beribdi 2 saqchi. Ondan bo'lib shu yerda mening singlimga debdi, sen bizning hozir rasmimizni tortib, shu Amerikadagi akangga avatib bergan. Ular shuni unutmasinki, biz bu yerda xalq saqchilari bor. Sening akangning tuqqanlari ham mishadi bor deb mushu yerni debdi. Endi shuni qarab biz o'yladik, bu butunlay bir nihoyat yumshoq shakldagi bir o'chilish harakati deb shunday qo'yildi. 2015 yılı deymi? Bu şu G'ulja viloyatlik davlat bexatarlik idorasining odamlari bir kechasila opamning uyiga kirib G'ulja shahrida o'ltirdi. Şu aqtirish bağlılığını keyin anladım ben. 1 yıldan keyin başkalarını anladım da. Şunu mu haqla telefonda opam bilan so'zlashgan vaqtimda menga deyishtin, qo'rqab bilan ne demabdi-ki. Kirib putu uyini üstün qilib, shu vatvarigini chiqirib, putu rasmlarni aqtirib, oldigan narsani ilib, ashunda qilib, uydagilarni shunda opamni cho'ng qo'rqitibdi-ki, o'zining yurak kesilyapti. Ashuningda ochiq kelib ketib, opamning o kelgan saqchilar bilan zakollashib, ular bilan ashada og'rib qilib, doktorxonada 1 oyda ketib chiqqanligini keyin angladim, o'zining yurak kesilib. Keyin opamga telefon qilsam, opamni shu jarayonda 3 qatim izlab kelibdi. Bir kashqurun tuyuqsiz shu uyda yolg'iz o'tirgan chaqda 2 ayol, bir Xitoy bilan bir Uyg'ur saqchi, undan bir er saqchi 3 kirib, ta'did aralash nurg'un gaplarni qilib, agar o'g'ling yana davomli mush xizmatni qilgan bo'lsa, yana bir ay telefon qilgan bo'lsa, sizlarning oqibatingiz yaxshi bo'lmaydi. Yama yeri hamda mening dadam shu o'tgan yili oktyabrda tugab ketdi, oktyabrninki 18. Men 28 xabar topdim. İndirim dadamning tugab ketganidan xabar yo'q. Mening yuragimni ezdiga edi. Ular o'ziniki balkim Qashqatga enim dadam bizning uydan araliqi 20 soatlik, 1 soatlik araliqda bo'lsa-mu, ammo hozir kechki o dadamninki tugab ketganligini enim bilmaydim. Bu ishning o'zi bek eshinchiq bir ahvol. Endi ularning taqdiri nim bo'ldi? Buni men haqiqatan hozir hech qanday uqshira olmadim. Odamlar haqiqatan andishaga soldi. Opam nim bo'lib ketdi. O'zimning oilasidagi tog'amninki bolalari nim bo'lib ketdi. Bu odam ishongisi kelmaydigan bir vaziyatga kelib qoldi bu ahvollar. Buning uchun dunyoda birisi chiqib bir nima deyish kerak bunga.